bo'rili bor, arzonroq 1300 dan boshlanadi. Sher sotganimiz bir 7000 dollar atrofida. O'rdak, fazan, quyon mana shunaqa narsalarga mo'ljallangan. 500 metr, 1 kilometr, 1,5-2-3 kilometrgacha urib bera oladi. O'qi ham 762 50 to'r bo'ladi. Italiyani Benelli degan modeli bordi. Dunyo bo'yicha 1000 ta dona chiqqan. 1000 ta donadan ikkitasini olib sotdi, lekin narxi 110 million edi. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun biz O'zbekistondagi eng yoshi katta brendlardan biri bo'lgan Dinamo brendiga tashrif buyurdik. Rahmatilla aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu brend, e'tibor qilinglar, 1965-yilda poytaxtimizda asos solingan bu brendga 7 oy oldin akamiz bizga murojaat qilgandilar va bu brendni patentlash jarayonlari murakkablik haqida ogohlantirgandik. Uyalib qolmadik qaysidir ma'noda. Bu brend 10 yilga patentlandi. Tabriklaymiz aka. Okey, rahmat kattakon. Menga cho'zilib ketadi deb o'yladim. O'ylagandan ham tezroq bo'ldi. Biza oldinlari patentlamoqchi bo'lganimizda patentlamagandik. Işte bizga berishmagandi. Lekin sizlarga rahmat, sizlarga aloqaga chiqdik, tez va sifatli qilib berdinglar. Bizani o'zi asosiy soha o'sha Dinamo magazin bo'lgandan keyin bu yerda o'chilik magazinni ham ochganmiz. Bular hammasi haqiqiy. Terisi, tirnoq haqiqiy, cho'chilar qilingan. Даже bir xil hayvonlar даже zooparkda yo'q. Bizning zooparkimizda yo'q, o'zimizda bor. Bular podarkaga, dachaga qo'yishga shunaqa narsalarga olib qo'yganmiz. Endi bular narxi ham menimcha qiziq bo'ladi kuzatuvchilarga. Mana shu sher necha pul narxi? Sherimizni narxi 9000 dollar, uni so'mga chaqib beramiz. Bu sal qimmatroq, bo'rili bor, arzonroq 1300 dan boshlanadi. Ayiq necha pul shunday? Ayiq bu rossiyskiy ayiq 6000 dollar atrofida, buni mesni ayiq ham bo'ladi, o'zi bir 3500 4000 atrofida arzonroq. Endi eng qimmat sotgan o'sha deylik bu nima deyiladi hayvon deylik. Cho'chili. Necha pul eng qimmat necha pul sotgansizlar? Eng qimmatimi? Sher sotganimiz bir 7000 dollar atrofida. Bu undan qimmatroq, Bu undan qimmatroq. Bu kattami shunda? Buni yoshi ham kattaroq. Bu sherlar qanchalik katta bo'lsa, mana yungi ham ko'p bo'ladi, bo'ynini tegdi. Bu Afrika sherimi shunda? Bu afrikanskiy sher. Buni o'zimizda qilingan, cho'chilar qilib yasalgan. Hidi sasimaydi, hidi chiqmaydi. Dachaga, ofisga qo'ysa, vid berib turadi. Bular hammasi qizil kitob kiritilgan hayvonlar deyali, menimcha to'g'rimi? Deylik, bularni o'lgandan keyin shunaqa qilinadimi? Yo'q, o'lgandan keyin bir xilgisi bizdan zooparkda o'lgan. Bir xilgisi chet elda o'sha dokumentalniy o'lgan bo'ladi yoki ov qilingan bo'lsa, o'sha dokumentalniy bu yoqqa terisini yuborib, dokumentalniy как cho'chilar qilib yasaladi bular. Dinamo sport do'koni O'zbekistonda eng katta sport do'kon, buni hamma biladi. Biz viloyatlarda ham ko'ryapmiz. Shunda qaysi viloyatdagi filiallar sizlarniki yoki qaysi boshqa viloyatdagilar deylik fek, ya'ni sizlarning ruxsatinglarsiz sizlarga havas qilib, rozilik olmasdan ochib olgan do'konlar menimcha ko'p bo'lsa kerak. To'g'risini aytsam, Toshkent shahrida 3 ta Dinamo bor. O'sha Sebzorda, Durujbada, Qorasuv degan joyda bor. Ular uchalasi ham bizaniki, boshqalar bizaniki emas. Xudo xolasa sizlar patentlar berdinglar. Buni bizda niyat bor, o'sha borib yonligiga yaxshi gapirib, işte olib tashlaylar brendi deb olishmasa endi tegishli joyga xabar berib, uni baribir brendni olib tashlashga majbur. Bizani kuzatib turganlarga e'tibor beringlar. Demak, viloyatdagi ochilgan dinamolar bu bularga tegishli emas. Ya'ni nima uchun aytmoqchimiz? Agar ulardan olgan mahsulotlar qanaqadir sizlardan narxlar tarafidan, sifat tarafidan sizlarni qoniqtirmasa, bu dinamoga, ya'ni Rahmatilla akamizga tegishli bo'lmagan do'konlar. Ya'ni bu dinamoga aloqasi yo'q va biz patentlashda yordam berdik. Endi xudo xohlasa, agar mabodo bizni kuzatib turishgan bo'lsa, ehtiyot bo'linglar. Bu brend himoya qilindi. Shtraflari ancha baland. Rahmatilla aka, endi bu miltiqlar haqida ham bizga ma'lumot bersangiz, narxi qanaqa, bular nima uchun mo'ljallangan? Menimcha farqi bo'lsa kerak, o'ga yana qanaqa to'g'ri farqi bo'lsa kerak. To'g'ri aka, sizlarning obunachilarga qiziq bo'lsa kerak, shuning uchun uni ham bir aytib o'tamiz. Bizda firmalar ko'p. Bu respublika bo'yicha eng katta ovchilik magazini ham shu Dinamoda joylashgan. Bizda asosiy ma'mula O'rdak kaptar ochishga Diana firma bor, rossiyskiy firma bor, turkiy, ispanskiy firmalar bor. Bularning boshlang'ich narxi 2.500.000 so'mdan 40 milliongacha. Bularning hammasini o'zidagi ruxsatnomalari bo'ladi, to'g'rimi? Olgan odam. Ruxsatnoma buni oladigan odam ro'didan sotib olish uchun qog'oz, ahudchi bilet, pasport faqat 25 yoshdan oshgan bo'lishi kerak. Shu dokumentlarni olib kelsa, bemalol sotib olsalar bo'ladi. Eng uzoqqa poriydigan miltiq qaysi? Kattaroq hayvonlar uchun miltiqlarimiz bor. 500 metr, 1 kilometr, 1,5-2-3 kilometrgacha urib bera oladi. O'qi ham 762 50 to'r bo'ladi.
masofa qancha uzoq bo'lsa, baribir nimasi pasayadimi bularni udari? Udari pasaymaydi, lekin o'zini udariga mos. Masalan, buni 3 kilometrgacha bersak, 3 kilometrgacha uboyning kuchi, atak 5 kilometrgacha ketaveradi. Bu odamga xavfli lekin. Iloji boricha kattaroq hayvonga tog'li joyda otish kerak, odam yo'q joyda. Bu tana yengil oki. O'ylaganimdan ko'ra ancha og'ir bo'lar ekanda bu. Bu Chexiyaniki, ko'pchilik biladi. Yengil bo'ladi besi, 200 metrgacha urib beradi. 200 metr. Narxi bir 25 ming atrofida chiqadi komplekti. Madin Rossiyaning delegatsiyasini o'zimiz olganmiz. Bizdan boshqa hech kim olib kirmaydi. O'zbekiston bo'yicha metali baquvvat bo'ladi. Ikkita o'q ketadi bunga. Sifati ham yaxshi. 15, 20, 30 yil o'sha bola chaqasiga ham qoladi. Yaxshi ishlatsangiz, zalchi ham ishlaveradi bu. Italiyani Benelli degan modeli bor-da. Dunyo bo'yicha 1000 ta dona chiqqan. 1000 ta donadan ikkitasini olib sotdi, lekin narxi 110 million edi-da uni. Bitta aka oldilar, ikkita o'g'illari bor ekan. Gravirovka qilib ismini yozdirib qo'ydilar. Ertadan keyin nurlar uzoq bo'lsa, bu narsani o'qib qolsa ham bolalarga esdalik bo'lib qoladi. U italyanskiy, ular nomer 1. Bular aslida mana bunaqangi ko'rib turganingizdek, o'rdak, fazan, quyon mana shunaqa narsalarga mo'ljallangan. O'ch akalarimiz bo'lsa, auditoriyangizda kelishsa bo'ladi. O'zingizdan o'g'il chiqib turasizmi? O'zim yo'q, vaqti yo'q. Biz shuncha magazinda yurilish kerak, vaqti yo'q.